Yolg'izlikda daraja ko'tarish Ragnarok 3-qism. Diqqat! Koreya san'at universiteti binosida yangi darvoza ochildi. Yaqin joyda bo'lgan hammadan hoziroq uzoqroq joyga evakuatsiya qilishingizni so'rab qolamiz. La'nati, bu yerda odamlar o'lyapti. Biz esa bu yerda qaqqayib turaveramizmi? Tashkilot yuborgan ovchilar qachon yetib keladi o'zi? B darajasidagi ovchilarni taqsimlash biroz vaqt oldi. B daraja? Axir bizga D darajasi deyishmaganmidi? Aftidan tashkilot infeksiyalangan ovchilarga ham ta'sir qilishni hisobga olgan ko'rinadi. Nahotki demak sinfidagi ovchilar ham zararlangan bo'lishi mumkin ekanda. Jenursan, nahotki pastki qavatdan shu yergacha sakragan bo'lsa? Sinfidagi uyg'ongan yonar tuman. Boshqa zararlanganlardan farqli o'laroq bunisi qurol bilan jang qilar ekanda. Ammo darajamni hozirgina ko'tardim. Shunday ekan, u bilan jang qilib ko'rishim zarur. Dahshatli. Bunday maxluq bilan jang qilish dahshatni o'zginasi. Nega uyg'onganlar darajaga bo'linishini endi bilib oldim. Ovchilar qachon kelishar ekan o'zi? Ular kelgunga qadar men bu maxluq bilan shug'ullanib turaman. Nima? Faqat bu emas. Ovchilar kelguncha shu yerda kutib turamiz. Ular rostdan kelishadi, shundaymi? La'nati, ovchilarni kutib o'tirishga vaqt yo'q. Bu maxluqni to'xtatishim kerak. Agar bitta bo'lsa ham zarba o'tkazib yuborsam, aniq murdaga aylanaman. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni boshqalarga hujum qilishga yo'l qo'ymasligim zarur. Hayot ko'rsatkichi 1. Bitta ball. Aftidan omadim kelgan ko'rinadi. Menimcha tizimga kerakka o'xshayman. Charchoq 99. Jenursan. Biroz kech qolibman. Demak, bu sen ekansan-da. Men uchun qadrli bo'lgan odamni jarohatlashga qanday hadding sig'di? Yordam bering. Nima? Ko'rishmaganimizga juda ko'p bo'ldi. Yosh hukmdor.